Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bugün acayip gün Allah'ın biz için Müslümanlar bayramlardan birbirimiz Navruz bayramı Hazretlerinin gayzemiz Allah manşuk bayramımız şükürde bir hayırlı bereketli sizin Kur'an tarafından bir acayip gün oldu. Allah manşuk Navruz bayramımızı ananı büktere yapın her yıllarınızı yeter Tini bilen manşuk maklubu terkile yapıyoruz. Diyelim kursan fiil olarak yığılışıp manşuk Navruz bayramımız teşkilatı degan albatta biladir. Elimiz yığılıp to'g'ri dasturxonimiz ochish arafasida turibmiz. O'g'li manşuk kelayotgan yilimiz yurtimiz tinch osoyishta bo'lib kelayotgan yilimizdan bir to'kinlik, sochillik, bir farovonlik yil bo'lishini umid qilamiz. Alloh nasib qilsa mana shu tashkilotchilar yigitlarga umr uzoq, rizq mo'l, martabasi ulug' qo'sha qarishib, baxtli ketishlarini sog'lom qilamiz. Doim martabalarini Xudodan ziyoda qilib, himmatlari bilan baland bo'lishligimizni so'raymiz. Mana shu shoirimizni ham qo'li doim barakatli elimizga nasib bo'lsa 100 yoshlarga kirib namoz vosita oshirmaga erishishligini Xudodan so'rab qolamiz. Qo'shlar bilan qo'sha qarshi kasbida Xudo baraka bersin. Oshimiz xayrli, barakali bo'lsin.